Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Mana sizlarga yana yangi vakansiya, yangi ish o'rinlari chiqarishdan biz charchamaymiz. Aka-ukalarim, sizlardan поддержка, bitta like, подписка, поделиться bosaylik akajon, bitta obuna tugmasini bosaylik. Sizlarga shu foydali bo'lgan videolarni chiqaramiz. Yangi vakansiya, mana kommentariyalarga yozib o'tiradilarki, aka разные рабочийdan chiqaring deb. Mana o'jana yomg'ir yog'ishni ham boshladi. O'zi mana salqin ham tushdi. Bugun bundan keyin qish. Kim agar bu yog'i issiq joyga agar xohlasa, agar issiq joy разный рабочийga mana o'zi boramiz. Darvoza yopiladi, ish ichkarida. Ketdik, pagnali. Aka-ukalarim, mana hozir ketdik, ana ish jarayonlarini ko'ramiz hozir. Kelinglar, pagnali. Kelinglar qana. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Beraka kene, beraka. Beraka. Qanday, yaxshimi buni? So'lla yaxshimi, tinchmi? Charchamay, zerikmay. Qayerdansan ukam? Qashqadaryo. Qashqadaryoda. Qanchadan beri ishlaysan shu yerda? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil. Oyliklar qancha sanik? Oylik kuniga 3,5. Kuniga 3,5 ming. 105 ming rubl bir oyda. Tushunaymi? Oylik vaqtida beryaptimi? Ha? Bo'lar vaqtiga. Vaqtiga beryapti. Avans ham bor, ha? 2 marta avans bor, tusha. Nechinchi to'laga? 5 ga 20 ga. 5 ga 20 ga oylik qachonga? Bo'lar bera vaqtiga. 15, 16, 17, 20 gacha oylik. Tushunaymi? Mayli, ketdik. Muxtor aka bilan o'zi gaplashamiz, o'zi dalchish ketaveramiz hozir. Kelinglar qani. Assalomu alaykum. Qandaysiz? So'lla yaxshimi, tinchmi? Charchamaysiz. Qayerdan edingiz? Surxondaryo. Surxondaryo. Qancha yil kelganingizga? 3 oy bo'ldi kelgan. 3 oy? 3 oydan beri mashina ishlayapman. Kraskani uryapmiz. Kraskani uryapsiz? Sizga qancha oylik aka? 3,5 oylik kuniga. Kuniga 3,5 ming rubl, ha aka? Shunday. Ishdan mamnunmisiz? Xudoga shukr, yaxshi. Ishimiz yaxshi. Mana ishlayapmiz. Ish qiyin emasmi? Kechqurun bor damda olamiz, yuvinamiz. Pitaniya yaxshi. Aql yeyib yotmiz. Ish og'ir emas, ha aka? Yo'q, ish og'ir emas. Erta qishga issiq baribir ber, tushunaymi? Shunday issiq ham berman. 3 ta pechka bor. 1, 2, 3 ta pechka bor. Menimcha erta qishga ham ber issiqqina. Yo'q. Tushunaymi? Issiq. Ukam keling qani beri. Keling qani. Qanday sog'liqlar? Yaxshimi, tinchmi? Charchamay yursizmi? Qayerdansiz? Surxondaryodan. Surxondaryo. Siz kelganingizga qancha bo'ldi? 4 oy bo'ldi. 4 oy? Siz oyligingiz qancha? 3300 so'm kuniga. Sizga 3300 so'm. Разный рабочий, ha? Ish og'ir emasmi? Og'ir emas, yengil bo'ladi, istasa. Aslamni nima qilasiz? Mana shularni barib qilinganlarni tozalab, artib, tozalaymiz, ilamiz, kraska qiladi, kirgizamiz, yana joyga qo'yamiz. Kraska bo'lgandan keyin. Ish normalmi, mamnunmi hammasi? Bo'ladi. Mayli, salomat bo'linglar. Mana dalshoz ketaveramiz. Mana shu pechkalarga shu svarka qilingan narsalarni mana shu yerlarga osiladi. Mana berib pulizatori bor, pulizator bilan sepadi. O'zini pulizatorlari bor. Mana bu yoqda ham katta pechka bor. Eng kattasi ana bu yoqda. Bu yoqdagi pechkamiz nima? Robert o'zi sepadi, o'zi qo'yadi aka-ukalarim. Agar yuragida o'tib bor aka-ukalarim bo'lsa, agar bemalol mana kelishi mumkin. Mana bu yerda erta qishga issiqqina, ana qishga bir issiq joy o'qtarib yurgan aka-ukalarim bo'lsa, shu layklarni bang'alatib bo'lsaylik, ishsiz akalarimga yetib borish uchun aka-ukalarim. Bemalol adresimizni aytib o'taman aka-ukalarim. Под Moskva, Sholkiyskiy rayon, деревня Bogoslovo. Patent bilan oladi, bez patent olmaydi. Bu ishxona, ofitsialniy ishxona, turdovoy договор qiladi. Ofitsialniy ishxona. O'zbekistondan kuzatib yurgan aka-ukalarim bo'lsa ham bemalol rahbarning o'zini telefon raqamini qo'yaman, prямо WhatsApp orqali video vizitamiz va WhatsApp orqali telefon qilasiz, gaplashasiz. Agar O'zbekistondan keladigan aka-ukalarim bo'lsa, agar barcha hujjatlariga, patentiga, registratsiyasiga, barcha hujjatlariga yordam beradi aka-ukalarim.
Urodi hammasini men sizlarga aytib bo'ldim. Aka-ukalarim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tana jo'llari sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Yana sizlar uchun yangi videolar chiqarishdan biz davom etaveramiz. Sizlarga yana qanaqa ish kerak, kommentariyaga yozib qo'yasiz. Faqat shu obuna tugmasini iltimos qilamiz. Shu bo'lsamiz biz kanalimizni rivojlanishiga biz katta hissa qo'shadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.